Assalomu alaykum, sevgili auditoriya. Sizlar bilan Kamina Jasmin, Akademiya Jasmin kanali asoschisi. Bugungi darsimiz bekorga ko'pchilik, ya'ni 90% odam xato qiladigan fe'llar, ya'ni idти ходить, ехать va ездить kabi nomlanmagan. Bilasiz, rus tili o'rganuvchilar orasida aynan shu fe'llar ko'plab недопонимание, ya'ni tushunmovchiliklarga yoki xato qilish o'zida ishonchsizlikka ba'zan olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu xatoni to'g'rilash maqsadida, ya'ni sizga shpargalka yaratdim desam ham bo'ladi. Ushbu video darsligimizda siz nafaqat teoretik bilimlarga ega bo'lasiz, balki o'sha teoriyani praktikada ham qo'llay olasiz. Keling, avvalo idти fe'lidan boshlaymiz. Idти fe'li qachon ishlatiladi yoki qay tarzda ishlatiladi? Idти gлаголы hozirgi zamonda yoki bir martalik harakat uchun ishlatiladi. Ya'ni bu degani настоящее время va будущее времяda ishlatiladi. Hozirgi va kelasi zamonlarda. Yoki boshqacha qilib aytganda, bir insonning hozirgi yoki aniq bir vaqt mobaynidagi bir tomonlama, ya'ni rus tilida однонаправление deyiladi bu narsa. Piyoda harakatiga nisbatan idти fe'li ishlatilinadi. Misol uchun, она идет в школу. U maktabga boryapti. Ya'ni bu jarayonda yoki harakatda ko'rishimiz mumkinki, u bir tomonlama, ya'ni однонаправление bir yo'nalish bo'yicha harakatlanyapti. Yoki я иду в магазин. Magazinga boryapman. Bilasiz, idти fe'li aytganimdek bir marta bajariladigan ish harakatlariga nisbatan, ya'ni hozir bajariladigan ish harakatlariga nisbatan qo'llaniladi. Ходить fe'liga keladigan bo'lsak, ходить fe'li muntazam yoki qayta-qayta tez-tez bajarilib turiladigan ish harakatlariga nisbatan qo'llaniladi. Boshqacha qilib aytganda, bir insonning bir joyga tez-tez yoki muntazam ravishda borishini ifodalaydi. Misol uchun, я хожу в университет каждый день. Men universitetga har kuni boraman. Idти fe'lidan oladigan bo'lsak yoki taqqoslaydigan bo'lsak, idти fe'li aynan hozir borishimga nisbatan urg'u beradi. Lekin ходить fe'li esa men o'sha ish harakatni qayta-qayta qilamanmi yoki muntazam qilamanmi, o'sha narsaga urg'u beradi. Diqqat qaratishingiz kerak bo'ladigan joy. Agar siz bir ish harakatni bir marta emas, balki doimiy tez-tez qilib turadigan bo'lsangiz va buni piyoda amalga oshirsangiz, bunaqa holatda demak ходить fe'lini qo'llashingiz kerak bo'ladi. Shu joyda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Idти va ходить fe'llari asosan peshqo'm, ya'ni piyoda bajarilgan ish harakatlarga nisbatan qo'llaniladi. Idти va ехать fe'llari esa mashinada bajarilgan ish harakatlarni ifodalaydi. ехать fe'li hozirgi zamonda yoki bir martalik ish harakatlar uchun qo'llaniladi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, ехать fe'li bir insonning hozir yoki kelajakda aniq bir tomonga transport orqali harakatlanishiga nisbatan qo'llaniladi. Misol uchun, мы едем в Москву. Мы едем в Москву. Biz hozir Moskvaga ketyapmiz. Завтра я еду в Ташкент. Ertaga men Toshkentga ketaman. Yoki через полчаса я еду в Samarqand. Samarqandga yarim soatdan keyin ketaman. Xo'p, agar bir marta boradigan bo'lsangiz, ехать fe'lini ishlatasiz. Agar muntazam yoki tez-tez qayta-qayta boradigan bo'lsangiz, ездить fe'lini qo'llashingiz kerak bo'ladi. Ездить fe'liga keladigan bo'lsak, ездить fe'li bu muntazam yoki qayta-qayta bajariladigan ish harakatlar uchun ishlatiladi. Yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsam, ездить fe'li bu bir insonning bir joyga tez-tez borib turishiga nisbatan qo'llaniladi. Misol uchun, я езжу в Москву раз в месяц. Men Moskvaga bir oyda bir marta borib turaman. Yoki мой папа часто ездит в командировки. Mening dadam tez-tez komandirovka, ya'ni xizmat safarlariga borib turadilar. Diqqat qaratishimiz kerak bo'ladigan joy. Ехать fe'li bu aynan hozir operatsiya qilib turamiz-u, borishga tayyorlanib turgan bo'ladigan bo'lsak, ехать fe'lini ishlatamiz. Ездить fe'li esa biron joyga tez-tez boradigan bo'lsak, bunaqa holatda ездить fe'li qo'llaniladi. Shu narsaga juda ham diqqatli bo'ling. Xo'p, yodingizda saqlang. Idти, ехать fe'llari hozirgi va kelasi zamonda aniq bir borish, ya'ni aniq bir rejalashtirilgan jarayonga nisbatan qo'llaniladi. Ходить va ездить fe'llari esa muntazam yoki takroriy harakatlarni ifodalash uchun qo'llaniladi.
Misol uchun, "Я езжу в Самарканд раз в месяц". Men Samarqandga oyda bir marta borib turaman. Biz siz bilan video darsligimizni shu joyigacha faqatgina teoriyalarni ko'rib chiqdik. Keling o'sha teoretik bilimlarimizni endi mustahkamlaymiz. Siz quyidagi 3 ta mashqni o'zingiz mustaqil tarzda bajarib, videoni ostidagi kommentariyaga yuborishingiz kerak bo'ladi va men обязательно uni tekshiraman. Akademiya rasmiy kanali nafaqat YouTube'da, balki Telegramda ham o'z faoliyatini olib boradi. Shuning uchun ham Telegram kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, mavzu sizga tushunarli bo'ldi. Agar sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Mavzuga doir bir necha gaplar tuzib va yuqoridagi mashqlarni ishlab, kommentariyada qoldirsangiz, men ularni tekshiraman. Kanalimizga obuna bo'lishni hamda like tugmasini bosishni unutmang. Keyingi darslargacha ko'rishguncha!